Man Shermatova Ra'no Hamidovna. Yoshim 67 yoshda. Mana shu 21 kuni noyabrda shu joy bizim mana shu joyimizda turgan nimamizda xalq tabobati ochilish marosimi bo'ldi. Men ham shu mahsulot nimaga kelib qatnashdim va diagnostika qilib, men o'zimni Munisaxonga uchradim. Meni ko'rishdi shu joyda tajriba uchun shu kunda. Va qo'ygan natija diagnozlari menga to'g'ri. Haqiqatan ham revmatizm, polarit va shu insulin infarktlarini haqiqatan boshimdan kechirganman. Shu asorati bo'yicha men 2 yil yotdim, 23 dan mana shu hozirgigacha. Mana 2 oydirki men hozirgi sharoitda yaxshiman. Hop, ijobiy natijalar yomon emas. Sizlarga ming rahmat. Men oldin Go'zalda yotganman. Mana bu o'zimizning mikrofonda neurologida mana hozirgacha ham davolanib turaman, doimiy. Hop, kardiologida ham yotgan Go'zaldagi nimada ham. Keyin Loladagi больницаlarda yotib chiqqanman. Doimiy yotib turaman. Bu qo'shimcha menga davolanish. O'zim juda ta'sirotim yaxshi, yomon emas bularga. Menga ko'proq massajlar yoqdi. Juda ham yaxshi. Menda sezgi organlar yaxshi uncha ishlamasa-da, keyin kulib bularni o'zimda ta'sirotim bo'ldi. Nechiga qo'yib massaj qilyapsiz, qizim ehtiyot desam, voy yuzda ham, voy, yuzni ham men sezmadimman. Nahotki asablarim pishib qopti-da, endi o'zingizlar mustaqil davolaysizlar qizim. Sizlarga endi a'zo bo'laman dedim. Hop, gapimga javob endi yaxshi. O'zim hozirgi sharoitda o'zim yaxshi his qilyapman. Men hammaga o'zimdan mustaqil mana shu o'zimni tajribam holatida men hammaga tavsiya qilaman. Hammangizda shunchalik umumiy kasalliklar bo'lsa, o'zingizlarni bir tekshirib, bir menga o'xshab sizlar ham davolanib olinglar. Menga ko'proq massaj yoqdi nihoyatda. Meni shunchalik sezgilarim yaxshi ishlayapti. Unga tashakkur.